Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun Qo'qon Charxiyda Benazir kafesidamiz. Mantilarini yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Smetanaga botirib yeymiz. Tashkent qalam. Mazasiga gap yo'q manta. Yaxshimi aslida? Aslida kechirma, bos. Mana Azbek Karammi? Mantalari ham, ichlari shunday go'shtli zo'ragan. Tugadi. Mazasini ko'raman. Kattaroq qoshiq yo'qmi? Qoshiq kichkinalik qildi. Shuni yutib qo'ya qolaman. Shirinliklari 34 yillik tarixga borib taqaladi Benazir. Mazasiga umuman gap yo'q. Benazir kafening taomlarini mazasiga gap yo'q. Charxiy Benazir kafesi.